Короче, meni qo'shib berish aka. Hamma gaplarni qo'shilaman. Yangi 2026-yil uchun katta zo'r maqsadlar qo'ydingiz. Ana endi unga ortig'i bilan erishmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Ustozlarda ko'pchilikda amaliy o'zini isbotlagan instrument o'rgataman. Ota-onangiz oldiga borasiz, shoshilmasdan, xotirjam holatda bo'lishingiz kerak. Dada, ona, sizda qanday orzu maqsadlar bor deb ulardan so'raysiz. Lekin ular bolam, o'zing kuniga omon bo'lsang bo'ldi, o'zing yaxshi bo'lsang bo'ldi, bizda hech qanaqa orzu maqsad yo'q deyish ham mumkin, lekin qo'ymasdan, ya'ni ayting, o'zingiz uchun qanaqa maqsadlar bor deb ulardan so'raysiz. Umraga borish xohlayman deyishi mumkin, qanaqadir ulov bo'lishi mumkin, biron joyga sayohat bo'lishi mumkin. Qanaqadir o'zini orzu maqsadlari sekin esiga kelishni boshlaydi. Yoshligida orzu qilgan u, bolalarini katta qilish uchun o'sha orzudan voz kechgan bo'lishi mumkin. Shunaqa maqsadlarni birin-ketin sizga aytishni boshlaydi. O'shalarni yozib olasiz. Va yozib bo'lgandan keyin, dada, ona, yaxshilab duo qilib bering. Mana shu yilda o'zida mana shu orzularingizga yetkazishni men zimmamga olaman, Xudo xolasa. Yaxshilab duo qiling deb duo so'raysiz. 100% ishonavering, mana shu yil undan ortig'iga erishasiz. Ota-onaning duosi uchun xizmatni yo'lida o'zingizni boshqa katta maqsadlaringiz o'zidan o'zi bajarilib ketadi. Ya'ni ota-onaning orzularini amalga oshirish yo'lida ishlasangiz, o'z maqsadlaringiz o'sha ishning ichida ketaveradi hammasi. Amalda qo'llab ko'rganlar izoh yozasiz. Tanishlarga videoni joylab qo'yamiz. Assalomu alaykum. Короче, meni qo'shib berish aka. Alloh silasin. Hamma gaplarni qo'shilaman. Alloh taolo ota-onaga xizmat qilishlikda o'ziga ibodat qilishlik bilan tenglashtirgan. Ya'ni o'shanday bir buyuk ajr bergan. O'shani kimning ota-onasi bo'lsa g'animat berib, xizmatlar qilib duolar olishni nasib etsa, Shohruxjon misolida biz ko'p ko'rganmizki, dunyo oxiratda inshaalloh aziz bo'ladi. Salomat bo'lasizlar.